O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot institutida korrupsion holatlarni oldini olish va ularga yo'l qo'ymaslik yuzasidan quyidagi ishlar amalga oshirildi. Hozirgi kunda agentlikdagi kelib tushgan korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan 12 ta ichki hujjatlar va tartib-qoidalar, jumladan korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati, odob-axloq qoidalari, manfaatlar to'qnashuvi yoki bo'lmasam nizom va boshqa nizomlar qabul qilindi. Xodimlar faoliyatini keltirib o'tilgan hujjatlar, talablar doirasida tashkil qilinishining yo'lga qo'yish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bunda o'simliklar karantini va himoyasi sohasida davlat xizmatlar ko'rsatishining har qanday turini amalga oshirishda, axborot kommunikatsiyalar texnologiyalarini keng ravishda qo'llagan holda ko'rsatilayotgan xizmatlarni raqamlashtirish, inson omilidan chetlatilgan holda alohida ahamiyatga ega bo'lib va ular joriy etildi. Shu maqsadda o'simliklar karantini va himoyasi institutida ilmiy xodimlar tomonidan yaratilgan edukarantin yoki bo'lmasa agroko'makchi mobil yo'llar yaratilgan bo'lib, shu maqsadda o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy xodimlar tomonidan edukarantin axborot tizimi, agroko'makchi mobil yo'lovlari yaratilgan bo'lib, bugungi kunda o'simliklar karantini va himoyasi sohasida xususiy sektor vakillari, tadbirkorlar, jismoniy shaxs va yuridik shaxslar malakasini oshirish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish to'liq ushbu tizimlar orqali amalga oshirilyapti va to'liq inson omili bilan yiroqda bo'lib shular joriy etildi. Ilmiy tadqiqot instituti xodimlarni ishga qabul qilish jarayoni ichki tanlov asosida nomzodlar bilan suhbat jarayonlari ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn tarzda keng yoritib boriladi. Shuningdek, xodimlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha ishga kirayotganda lavozim o'zgarayotgani hamda yillik deklaratsiyalarni to'ldirish tizimi joriy qilingan bo'lib, ushbu talab barcha xodimga nisbatan amal qiladi. Ilmiy-tadqiqot instituti xodimlar tomonidan ehtimoliy korrupsiyaviy holatlar sodir etilishi yuzasidan xabar berish uchun alohida aloqa kanallari, telefon raqamlari, Telegram botlari, elektron pochta manzillari joriy etilgan. Xodimlar tomonidan korrupsiyaviy huquqbuzarlik holatlari sodir etilishini oldini olish, ularga korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qonunchilik, normativ huquqiy va ichki idoraviy hujjatlar mazmun mohiyatini bilan tushuntirib va to'laqonli joriy etildi. E'tiboringiz uchun rahmat.